Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan uy bekalarining haqiqiy yordamchisiga aylangan Beston idish yuvish mashinasini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik mashina sotib oladi-yu, lekin paneldagi hamma tugmalar nima vazifa bajarishini bilmay, faqat bitta rejimdan foydalanaveradi. Bugun men sizlarga 1 dan 8 gacha bo'lgan barcha rejimlarni va ularning vaqtini, qaysi birida nima yuvish kerakligini tushuntirib beraman. Demak, birinchi rejim oldindan yuvish. Bu eng qisqa rejim bo'lib 45 gradusda atigi 20 daqiqa davom etadi. Agar yuviladigan idishlaringiz kam bo'lsa-yu, mashina to'lishini kutayotgan bo'lsangiz, ovqat qoldiqlari qurib, hidi chiqib ketmasligi uchun bir marta chayib olishga ishlatasiz. Ikkinchi rejim gibrid. Bu kundalik rejim bo'lib, 60 gradusda 1 soat 45 daqiqa davom etadi. Oddiy tushlik yoki kechki ovqatdan keyingi har xil idishlarni birga yuvish uchun eng qulay tanlov. Uchinchi rejim bu super. 60 gradusda atigi 29 daqiqa davom etadi. Mehmon kelib qolganda yoki shoshilinch idish kerak bo'lganda tez yuvib beradi. 4-rejim tezkor. 55 gradusda roppa-rosa 1 soat davom etadi. Agar idishlaringiz unchalik yog'li bo'lmasa-yu, lekin yaxshilab yuvilishini xohlasangiz, ushbu rejimni tanlang. 5-rejim eko rejimi bo'lib, eng tejamkor rejim hisoblanadi. 50 gradusda 4 soat 55 daqiqa davom etadi. Nega buncha uzoq? Chunki u elektr va suvni maksimal darajada tejaydi. Buni tunda yoqib qo'yishni maslahat beraman. 6-rejim gigiyena. Eng issiq rejim bo'lib, 70 gradusda 1 soat 30 daqiqa davom etadi. Bu darajadagi issiq suv barcha mikroblarni o'ldiradi, shu jumladan bolalar idishlari va o'ta kir idishlar uchun ayni muddao. 7-rejim shisha idishlar. 2 soat 15 daqiqa ichida shisha idishlaringizni 40 gradusda yuvib beradi. Bu rejimda suv harorati past bo'lgani uchun billur va nozik idishlarning sifatiga zarar yetmaydi. 8-rejim intensiv va nihoyat eng kuchli rejim bo'lib, 65 gradusda 2 soat davom etadi. Kuygan qozonlar, yog'li tovalar va duxovka listlari bilan aynan mana shu rejim kurasha oladi. Endi qo'shimcha funksiyalarni ham tushuntirib beraman. Programma. Bu tugmani bosganingizda ishlash rejimlarini o'zgartirishingiz mumkin. Timer astrochki. Ushbu rejim bilan qancha vaqtdan keyin yuvishni boshlashni belgilashingiz mumkin. Misol uchun 1 soatdan 24 soatgacha. Dvoynaya moyka. Agar tepada nozik, pastda esa o'ta kir idishlar bo'lsa, suv bosimini shunga qarab sozlaydi. Уход за mashiной. Ushbu rejim bilan mashinangizni har bir oyda bir marta maxsus dori vositasi bilan tozalab tursangiz, mashinangiz uzoq xizmat qiladi. Idish yuvishdan oldin maxsus yuvish vositalaridan foydalaning. Ularni bu joyga solasiz. Bu qismiga esa faqatgina birinchi rejimdan foydalanayotganingizda yuvish vositasini solasiz. Suyuq yuvish vositasini quymoqchi bo'lsangiz, mana bu joyga max belgigacha to'ldiring. Idish yuvish vositalarini supermarketlar, xo'jalik do'konlari yoki marketplace'lardan topishingiz mumkin. Idish yuvish mashinasidan birinchi marta foydalanishdan oldin bu joyga 650 gram tuz to'ldiring. Uning vazifasi suvning qattiqligini kamaytirishga xizmat qiladi. Mashinaga yumshoq suv kerak. Aks holda mashina ichki qismida yoki idishlarda suv izlari yoki oq dog'lar qolishi mumkin. Muhim eslatma, tuz solgandan keyin mashina ichki qismlari zanglamasligi uchun biron bir yuvish dasturini idishsiz darhol ishga tushirish lozim. Filtrni oyiga bir marta yumshoq cho'tka va iliq suv yordamida yaxshilab yuvib turish kerak. Buning maqsadi yoqimsiz hid chiqishini oldini oladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, idish yuvish mashinasini sotib olmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Beston, oilangiz eng yaxshisiga munosib.